Hozir xavf. Ofsayd yo'q ekan. Var yo'q. To'p qo'lga tegdi lekin. Hindistonlik hakam golni inobatga olyapti, lekin balkim va navbatdagi hujumimiz yarim maydonchasi tomon pas xavfli vaziyat. Gol! Tenglashyapti, lekin nima? Qanotga qoldirdi. Bu yerdan ichkariga boshlan zarba. Gol! Biroz to'p ushlab turdi, chalg'itgandek ham bo'ldi. Shukurlar dedi, u qanotga qoldirdi. Qanotdan Jaymirovning ichiga bu yerga Aliyevning zarbasi. Pasni ham alohida topish zarur. Chiroyli o'tadi. Hozir yana bu o'yinga qo'shilib. Bu safar ham